أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Ey Allahqa, onun peygamberiga iman keltirgan va islom shariatiga amal qiladigan kishilar, ahli kitobning ulamolaridan va rohiblaridan nurg'unlari kishilarning pul mollarini paraxo'rlikqa o'xshagan harom yo'llar bilan yeb oladi. Kishilarni islom diniga kirishdan va Allohning yo'lida mengishdan to'sadi. Ey payg'ambar, oltin kumush yig'ib, uning zakatini ado qilmaydiganlarga qattiq azob bilan bishorat bergin.